deyapsiz? Baxt. Nimaga ulgurmayapsiz? Yashashga. O'zi yashash nima degani aslida? Bir narsa qoldirish. Bugun o'zingizga qanday yaxshilik qilyapsiz? Bugun o'zimga qilgan yaxshiliklarimdan eng kattasi o'sha o'zimni xatolarim ustida ishlayapman. Kelajakda yana xatolar qilmaslik uchun o'zimni nazorat qilib turaman. Go'zal. Boylik insonga nima uchun beriladi? Sinov uchun. Oila. Muqaddas. Eng katta dushmaningiz? Qo'rquvlarim. Qo'rqmayman dedingiz-ku boya. Qo'rqmayman deganda umumiy ma'noda aytdimki, ertaga nima bo'lishidan qo'rqmayman. Lekin xato qilishdan juda qo'rqaman. Xatolar o'rgatadi-yu. Xatolarni kattalari bizni yoshimizda o'rgatadigan xatolar kam qoldi. Tushundim. Do'stingiz bormi? Bor. Baxt. Bu baxt. Do'st baxt. Do'stlarim ko'p. Go'zal. Yoningizda, cho'nchagingizda hech narsa qolmasa ham u yoningizda turadi, o'sha do'stlaringiz. Turadi. Nega kafolat beryapsiz? Nega ishonyapsiz? Turmaganini ko'rmaganman. Go'zal, rahmat javoblar